Bu yotoqlar eskirdi, o'rniga yangi yotoqlar qo'yaman, ya'ni mana bularni. Let's go. Buni ko'rib Notch juda xursand bo'ladi. O'sha qayerdalar? Hali ham ishlayaptilar. Go, oldiga borib bularni ko'rsataman. Yo, bro, ishingizni qilib bo'ldingizmi, Notch? Okey, uyga yuring, sizga bitta syurprizim bor. Kirgacha eshigini yopib ketishingiz sizdan chiqmasin, eshigini yoping. Okey, bro, bularni qarang. Yo, let's go. Qarashday, bunisida siz yotasiz, bunisida men yotaman. O'sha kecham bo'ldi, ish qilaverib charchagan bo'lsangiz kerak, yotamiz, go. Yo, bismillah. Qarochi, bir boshdan tushuntirishim kerak. Nega bu devorlar bor? Biz qayerdamiz? Men esimni taniganimdan beri Notch bilan mana shu yerda hushimga kelganman. Boshda bu yerda devorlardan boshqa hech nima yo'q edi. Biz Notch bilan bu yerda 3 yil rivojlandik va bizni bitta savol qiynab kelardi. Devorlar ortida nima bor? Bu esa bizning shaxtamiz. Bu yerdan har xil kerakli resurslarni olamiz. Notch bro, uyg'ondingizmi? Okey, shaxtaga borishimiz kerak. O'zi tayyorlanib bo'libsiz, men ham kerkam olsam. Let's go, ketdik. Har doim ketdik, kim birinchi boror o'ynaymiz. Eshikdan chiqqandan so'ng 3 2 1 ketdik. Let's go. Xo'p, o'rta qolib ketdingiz, bu siz yurganingiz yo'q, mayli, necha. Xo'p, Notch siz mana bu ko'mirlar olib turing, men mana bu yerdagi toshlar olaman. Let's go. Olamiz. Muncha qiyin yoradi bu. Olamiz. O'zi ikkitagina narsadan yasalganda bu kerka. Olamiz. Bro, Notch, o'zim zerikib ketdim buni olaverib. Uyga borib boshqa kerka yasab kelaman. Xo'p, uyda 2-3 ta temir bor edi. Ya'ni temirlik kerka yasab olsam o'zimga ham yaxshi. Eshikni ochib ketamiz. Xo'p, okey, 3 ta temir, 2 ta tayoqcha, temirlik kerka yasaymiz. Let's go. Endi tezroq yoradi bu kerkam. Xo'p, Notch nima qilayotgan ekanlar? Yo, bro, nima uchun yugurib kelyapsiz? What? Bro. Yo, bo'l tushundim. Bu devorning orqasimi? Yo, bro. Shuncha qozib ketdingmi? Men bu kunlarni qancha kutdim. Yo, devorning orqasi. Voy xudoyim. Devorning orqasi. Yo, what, bro, siz ham ko'ryapsizmi bularni? What? Menga bu yer juda yoqib qoldi. Qarashday, bro, menga qarang. Eng kerakli narsalarimizni uyimizdan olib, bu yerga kelamiz. Let's go, ketdik. Xo'p, uydan narsalarni olamiz. Bro, tushunarlimi? Mana shu yerdagi barchasini olib chiqing, men uydan kerakli narsalarni olaman. Yo, men bu kunlarni qancha kutdim. Devorning orqasiga chiqamiz. Xo'p, toporni olamiz. Qolgan kerak emas. Xo'p, mana buni ham olsak. Let's go. Nihoyat Notch bu devor ortida qancha sirlar borligini bilib olamiz. Yo, zombimi? Yo, qoching bro, yuguring. Yo, ortimizdan kelyapti, tiqilib qoldim, yuguring. Ortimda. Yo'q, ortga umuman qaramay yuguring. Tezlashing. Yo, mana bu yerga kirib ketamiz. Ortga qaramang. Yur, qanaqa joy? Tezroq mana shu yerga kirib ketamiz, kiring. Yo, yuguring. Mana bu yerga kirib ketamiz. Let's go. Yo'q, tenamiz. Yo'q. Okey. Yo'q kerak. Bro, zombilarmidi? Mana buni buzibdilar. Bro. Qanaqangi joy bu yer? Yo, bro, juda qo'rqinchli edi ular. Kiroshdagi ular ketgandir, ovozi ham chiqmayapti. Hozir birma-bir chiqib ketamiz. Let's go, ortimdan chiqing, go, bro. Xo'p, hech qayerda zombilar yo'q. Okey. Ana bu yerda ham qanaqadir joylar bor ekan. Go, mana shu yerdan chiqib ketamiz. Let's go. Yo, o'tib ketdingizmi? Yo. Wow, qanaqangi katta joy. Umrimda bunaqa katta joyda ko'rmaganman. Voy, ana bu yerda ham joylar bor ekan. Ketdim mana shu uyda. Nimalar bor ekan bu yerda? O'sha uyimdan pechka bilan versakni ham olmagan ekanman. Lekin mana bu yerda bor ekan versak. Yo, let's go, sandiq. Yo, kerak narsalar. Hech qaysi kerak emas. Men umrimda kitob o'qimaganman. Xo'p, mana bu yerda ham sandiq bor ekan. Let's go. Yo, bu ham keraksiz. Yana qayerlargadir sandiqlar bo'lishi kerak. Let's go, sandiq. Go, bro. Ichida nima bor ekan? Bu ham keraksizmi? Bro, unda siz mana bu topor bilan kerkani olib turing va mana bu pechka bilan versakni buzib turing. Men biror joylarga qarayman. Biz bu yerga yashab qolishimiz kerak. Hech qayerda hech nima yo'q-ku. Bro, unda siz olib bo'ldingizmi? Go, unda chiqing, boshqa joyga ketamiz. Bu yerdan umuman chiqib ketishimiz kerak. Let's go, parkour chek. Yo'q, qanaqangi tez. Let's go, pastga tushamiz. Go. Nihoyat qayergadir keldik. Mana shu yerga kiramiz. Bu yerda ham nimadirlar bo'lishi mumkin. Let's go. Tezroq boramiz. Siz birinchi chiqing mana shu yerdan. Go. Ana bu yerga kiramiz. Qanaqadir joy bor ekan. Qanaqadir kattaroq bunker. Xo'p, okey. Sizda kerka bor, mana bu yerni buzib yuboring. Let's go, tezlashing. Go. Yo, sandiqmi?
Bro, sandiq. Let's go. Yo bro, bu yerda orужие bor ekan, 57 ta o'qi bilan. Umrimda birinchi marta qurol ishlashim. Juda zo'r narsa bo'lar ekan. Endi umuman zombilardan qo'rqmasak ham bo'laveradi. Chunki menda qurol bor. Yo, zombi! Qarochi bolalar, bu kinoning eng zo'r joyiga kelganda tiqiladigan reklama. Iltimos sabr qiling. Sabr tagi sariqmashay. Minecraft kanallari ichida ajralib turadigan kanal, Pokerchek Gaming kanali. Bu kanalda ko'rib turganingizdek bir-biridan qiziq serial, horror videolarini ko'rishingiz mumkin. Va albatta 7 ga qilib berishimiz kerak. Agarda 7000 ta obunachi qila olmagan taqdirimizda ham o'sha 7000 ta obunachiga yaqinlashtirib qo'yishimiz kerak. Buning uchun sizlar описание va kommentdagi ko'ksilka orqali shu kanalga o'tib obuna tugmachasini bosib qo'yishingiz shart. Va oxirgi videolarga kirib, Hackerdan salom deya yozib qoldirish ham esingizda chiqmasin. Bro, cho'chimay, axir menda qurol bor-ku. Let's go. Qanaqa otib qo'ygan, ko'rdingizmi? Juda zo'r mergan mana, okay. Yo, o'rtizda turibdi. Qo'shing. Yo bro, o'rtizda akini o'ldirib qo'ydim. Qanaqa otgan, ko'rdingizmi? Bro, bu yerda tezroq ketishimiz kerak. Chiqing bu yerdan. Bu yerda o'sha zombilar juda ko'p ekan. Ketdik bu yerdan. Yo bro, noch qarashday biz o'zimizga yashash uchun turar joy topishimiz kerak, okay? Demoqchi edim, mana bu yerda uy bor ekan. Yuring ko'ramiz. Balkim shu yerda tunab qolarmiz. Let's go. Juda katta uy ekan. Xo'p, men qurolimni olib olaman. Bu yerda o'sha xatarlar yo'q, zombi chiqib qolishi ham mumkin demoqchi edim. Okay. O'ldi, zombi uxladi. Bu yerda boshqa zombi yo'q, menimcha ovozi ham chiqmayapti. Yuring bro. Ana bu yerda qanaqadir joy bor ekan. Xo'p, bu yerda hech nimalar yo'q. Tepaga ham chiqib ketayotgan yo'l bor ekan, chiqib ko'ramiz. Noch bro, yuring bu yoqqa. Xo'p, okay, tepaga chiqamiz. Let's go. Xo'p, bu yerda o'sha o'tirish sal cho'tga ishlangan bu yerda ham. Bu yer qanaqadir joy bo'lgan menimcha. Mana bu yerda kutubxona, bu yerlar kerak emas. Mana bu yerda katta balkon bor ekan. Xo'p, lekin bu yer menga uncha yoqmadi, bro. Bu yerda ketishimiz kerak. Menga o'sha bunaqa katta joylar yoqmaydi. Boshqa joyda tunab qolayotgan joy topamiz. Bunaqa joylarda adashib qolish mumkin. Not o'sha labirintday bo'lyapti bular. Xo'p, o'sha katta yo'lga chiqdik, yaxshi. Yo, nima u? Qurollar, chaqla. Yo, yuguring bro. Juda tez yuguryapti. Yo, yetib oladi hozir bizga. Ortga qaramay yuguring. Ortga qaramay desa faqat qaraysiz, yuguring. Mana bu katta binoga ashlamiz. Let's go. Tezroq, menga o'zimni jonim shirin. Yugur, kelyapsiz bro. Yo, tezroq o'tib o'tishimiz kerak. Yo, tezroq o'ting. Keldi. Okay, o'toldim. Tezroq mana bu yerga ashlaman. Yo, bunaqa katta narsa bu, nima bu? Bu yerdan o'ta olmasa bo'ldi. Let's go, o'ta olmas ekan bu yerda. O'g'zi bunaqa katta buni. Bunaqa katta maxluq. Shunaqa narsalar ham bormi bu yerda? Tinchgina devorning orqasida yashaganimiz ma'qul edi, bro. Tirik qolganimizga shukr. Yo, bro, biz tezroq o'zimizga turar joy topishimiz kerak. Pastga tushing. Let's go. Yo, stop, to'xtang. U yoqqa bormang, axir u yoqqa maxluq ketdi-yu. Biz maxluq ketgan joyga bormaymiz. Juda katta narsa ekan, uni ko'rdingizmi? Nima? What? Transport. Yo bro. Yo, let's go. Yo bro. Mana bu yer qanaqa joy? Tezroq boraylikchi o'sha yerga. Okay, to'g'ri boramiz. Xo'p, mana shu yerga to'xtatsa, let's go, tushamiz. Okay. Xo'p, bro, qansiz? Okay, bu yoqdan tushdingizmi? Go, kirib ko'ramiz. Bu yer menga juda yoqdi. Let's go. Xuddi qanaqadir bazada. Ana shu yerda turib qolamiz. Bu yer bizning bazamiz bo'ladi. Yo!